Hayotda hamma narsa muvozanat ustiga qurilgan. Hattoki eng yaxshi narsaning ham ortiqchasi zarar keltirishi mumkin. Bugun siz bilan hayotimizda hech qachon me'yordan oshirib yubormasligimiz kerak bo'lgan 4 ta muhim jihat haqida gaplashamiz. Birinchisi, odamlarga ortiqcha ishonmang. Ishonch munosabatlarning poydevori. Ammo ko'r-ko'rona ishonch bu o'z qo'lingiz bilan o'zingizga cho'g' qazishdir. Inson tabiati o'zgaruvchan. Bugun sizga sodiq bo'lgan inson ertaga o'z manfaatlari yoki vaziyat taqozosi bilan sizni aldashi mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak? Odamlarga ishoning, lekin ularga hamma sirlaringizni va zaif nuqtalaringizni topshirib qo'ymang. Masofani saqlang. Shunda agar kutilmagan zarba kelsa, yiqilib tushmaysiz. Ikkinchisi, ko'p o'ylanavermang. Ko'p o'ylash bu harakatning dushmanidir. Biz ko'pincha biror ishni boshlashdan oldin barcha salbiy variantlarini o'ylab, o'zimizni qo'rquvga solamiz. Natijada esa o'sha maqsad shunchaki xayol bo'lib qolaveradi. Miya tahlil qilishdan to'xtab, harakatga o'tishi kerak. Mukammal vaqtni kutmang. Maqsad qo'ydingizmi? Kichik bo'lsa ham birinchi qadamni tashlang. O'ylashni emas, bajarishni odat qiling. Uchinchisi, ortiqcha tashvishlanavermang. Tashvishlanish bu hali sodir bo'lmagan muammo uchun bugungi xotirjamligingizni qurbon qilishdir. Biz ko'pincha kelajakdan qo'rqamiz, lekin unutamizki, taqdirimiz bizdan ko'ra hikmatliroq zotning qo'lida. Sababini qil, natijasini Allohga topshir tamoyiliga amal qiling. Sizning qo'lingizdan keladigani harakat qilish. Natija esa baribir siz rejalashtirgandek emas, siz uchun xayrli bo'ladigandek bo'ladi. Ortiqcha tashvish faqat sog'lig'ingizni oladi, muammoni hal qilmaydi. To'rtinchisi, hech kimni ortiqcha seva ko'rmang. Bu biroz og'ir eshitilishi mumkin, lekin tuyg'ularda ham chegara bo'lishi shart. Agar siz bir insonni o'zingizdan, hayotingizdan, hatto borligingizdan ko'ra ko'proq sevsangiz, siz o'zligingizni yo'qotasiz. Dunyoda hech narsa abadiy emas. Insonlar ketishib, o'zgarishib yoki ayriliq kelishi mumkin. Avvalo o'zingizni va hayotingizni seving. Qalbingizning markaziga bandani emas, yaratganni qo'ying. Shunda insonlar hayotingizga kirib chiqishi sizni butunlay sindirib qo'ymaydi. Seving, lekin sevgida qul bo'lmang. Xulosa, azizlar, hayotingizdagi muvozanatni saqlash o'z qo'lingizda. Ortiqcha ishonish, kutish, o'y tashvish va tuyg'u sizni faqat charchatadi. Erkin yashashni o'rganing. Siz uchun ushbu 5 ta qoidadan qay biriga amal qilish eng qiyini? Izohlarda javobingizni kutib qolaman.